Assalomu alaykum. Kamila Jafarovchilar sizlar bilan YouTube'da milliy sertifikatga bepul tayyorgarlik darslarida, videolarda birgamiz. Hurmatli do'stlar, biz ertalab ham, kechqurun ham videolarni chiqaryapmiz. Albatta siz uchun mutlaqo bepul. Buni albatta qadrlaysiz degan umiddamiz. Kanalga obuna bo'lib, like bosib, kommentda o'z fikrlaringizni qoldiring. Bu videoni fevral oyida sertifikat olish kerak bo'lgan yaqiningizga yuboring yoki o'zingiz oxirigacha tomosha qiling. Biz siz uchun harakatdamiz. Demak, videolarni boshladik. Demek do'stlar, bizda birinchi savol geometriya. Demak, stereometriya bo'limiga qaytdik. Bizda asosi 13, 14, 15 bo'lgan 3 burchak berilgan. Uni yon qirrasi L berilgan bizda 269 taqsimda 32 va uni hajmini so'ragan. Yaxshi. Demak, yon qirra berilganda balandlik tushirsak, u tashqi chizilgan aylanani markazga tushadi va mana bu qism radiusga teng bo'ladi. Ya'ni tashqi chizilgan aylanani radiusga teng bo'ladi. Yaxshi. Demak, biz yozib olamiz. Birinchi navbatda piramidani hajmini formulasi 1/3, demak S asos ko'paytirilgan h. Bu yerda piramidani balandligi kerak ekan. Xo'p, asosini yuzini topib olamiz. Birinchi asosini yuzi uchta tomoni berilgan bo'lsa, demak biz bilamiz Geron formulasidan buni topsak bo'ladi. Geron formulasida S barobar uchta tomonni qo'shamiz. Demak 28 42 yarmi 21, ya'ni perimetr 21, yarim perimetr. 21dan 13 ni ayiramiz 8, 21dan 7 ni 14 ni ayiramiz 7, 21dan 15 ni ayiramiz 6. Demak, ichkarini hisoblaymiz. 21. Mana bundan 3 ni olib bersam, bu ham 21, bundan 2 qoladi. 8 kere 2 16. Demak, 21 kere 4, 84 ga teng ekan. Yaxshi. Asosini 100. Demak, endi radius ham yo'q. Radiusni ham topishimiz kerak. Demak, ixtiyoriy uchburchakka tashqi chizilgan aylanani radiusi ABC taqsimda 4S formulasidan topiladi. Xo'p, 13 ko'paygan 14 ko'paygan 15 taqsimda 4 kere 84. Mana bu ikkalasi qisqaradi 6, bu bilan bu qisqaradi. Demak, 3 ga qisqarsa bu yoqda 2, bu yoqda 5. Demak, tepada bizda 65, pastda 8 degan radiusni ham topib oldik. Endi balandlik kerak. Balandlik uchun yana Pifagor ishlatamiz. Demak, h ning kvadrati teng bo'ladi ildiz ostida L kvadrat minus R kvadrat. Xo'p, buni mahraj 32, buni mahraj 8. 32 qilish uchun surat mahrajini 4 ga ko'paytiraman. Demak, shunda 260 taqsimda 32 bo'ladi. Yengilroq bo'lishi uchun. Demak, endi kasrli bo'lgani uchun bunga mahraj berib kvadratga ko'tarib o'tirmayman-da, qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha ajrataman. Ya'ni L minus R, L plus R, ya'ni o'zimizga qulayroq usulda ishlaganimiz ma'qul. Xo'p, demak bu bo'ladi. 269 taqsim 32 minus 260 taqsim 32 bo'ladi. Ko'paygan 269 taqsimda 32 plus 260 taqsimda 32. Xo'p, hisoblasak 9 taqsim 32 qo'shsak 529 taqsimda 32. Bundan ildiz olishimiz kerak. Xo'p, 3 ko'paygan 529 23 kvadrati pastda 32, demak 69 taqsimda 32 ekan bizni balandligimiz. Endi hajmni so'ragan va piramida 1/3. S asosimiz bizda 84 ga teng. Ko'paygan h 69 taqsimda 32. Mana bular qisqaradi 28. 28 bilan 32 ham qisqaradi 4 ga. Demak, 7 taqsimda 8 bo'ladi. Demak, 7 kere 69 63. Biradil yo'q, 63 6-sidilda, bu yoqda 42 483 taqsimda 8. Bu degani 480 bo'lsa, demak 60,8 dan 3 ga, ya'ni 60,375 ga teng bo'lar ekan piramidamizda hajmi. Demak do'stlar, bu videolarni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Bu videolarimiz mutlaqo bepul sizlar uchun. Demak, shunchaki obuna bo'lib, like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Qiziqlari yana davom etadi. Demak do'stlar, bizda ikkinchi savol tenglama, ajoyib tenglama, ya'ni harflar bilan ifodalangan. Demak, ishlashimiz kerak. Xo'p, nima qilamiz? Keling, surat va mahrajni hammasini A ga bo'lib yuboramiz. Ya'ni mana bu chap tomondagilar. Xo'p, shunda bizda nima bo'ladi? Bizda bo'ladi 5 taqsim y plus a plus 1.
plus 4 taqsim y plus a plus 2 va 3 taqsimda y plus a plus 3 barobar 8 bo'ladi. Endi keling, e'tibor bering, 1 ga ortib boryapti. Shuning uchun mana o'rtadagi ifodani belgilash qilib kiritib olamiz. Ya'ni yozib qo'yamiz, y taqsimda a plus 2 ni biz x deb belgilab oldik. Shunda bizda mana bu 5 taqsim x minus 1 bo'ladi, plus 4 taqsimda x bo'ladi va plus 3 taqsimda x plus 1 barobar 8 bo'ladi. Umumiy mahraj beramiz. Bu ko'paytmasi. Demak, 5 ko'payish kerak bo'ladi x plus 1 bilan x ga, plus 4 ko'payish kerak bo'ladi x minus 1 bilan x plus 1 ga va 3 ko'payish kerak x minus 1 bilan x ga. 8 mana shu uchalasiga ham ko'payadi. Ya'ni x ko'paygan x kvadrat minus 1. Yaxshi, qavslarni ochamiz. 5x kvadrat plus 5x plus 4x kvadrat minus 4 plus 3x kvadrat minus 3x barobar 8x kub minus 8x. Endi har bir mana chap tomondagi ifodani o'ng tomonga o'tkazib olamiz. 8x kub, bu yoqda 9 ga 3 qo'shamiz, minus 12x kvadrat. Bu yoqda demak 5x 2x plusda. Yo'q o'tsa minusda 10x bo'ladi. Xo'p, ana endi bittagina minus 4imiz bor ekan, narigi tomonga o'tsa u plus 4 ga teng bo'ladi. Endi e'tibor bering, hammasi 2 ga bo'linuvchi son, shuning uchun 2 ga bo'lib olamiz hisob kitobimizni yengillashtirish uchun. Demak, 4x kub minusdan 6x kvadrat minusdan 5x plusdan 2 barobar 0. Xo'p. Ana endi boyagi yuqori darajali tenglamaga o'xshab 2 ni bo'luvchilari 1 2 ga ajratib ko'rishimiz kerak. 2 bo'yicha ajratsak 4x kub minus 8x kvadrat. Xo'p, plusdan 2x kvadrat mana minus 6 ni beradi ikkalasi. Xo'p, bu yoqdan minusdan 4x, xo'p, minusda x mana minus 5 ni beradi, plus 2 teng 0. Xo'p, nima chiqadi? 4x kvadrat chiqsa birinchisidan x minus 2 qoladi. Ikkinchisidan 2x chiqsa x minus 2 qoladi, minus x chiqsa x minus 2 qoladi, barobar 0. Endi x minus 2 chiqadigan bo'lsa 4x kvadrat plus 2x minus 1 barobar 0. Bundan ishlaymizki x1 2 ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bunisini ishlasak javob chiqadi, faqat ildizli javob chiqadi. Ya'ni x2 3 teng bo'ladi. Minus 2 plus minusdan, xo'p, 2 ni kvadrat 4, minus bilan plus bo'ladi, 4 kara 4 16. Pastda 8. Minus 2 plus minus, demak, ildiz osti 20 taqsimda 8. Ya'ni 2 ga qisqartirib olsak minus demak minus 1 plus minus, mana 2 ildiz osti 5 bo'lardi. Shunchaki ildiz osti 5 bo'ladi, pastda 4 bo'ladi. Yaxshi. Endi qarang, biz x ni topdik. Aslida x ni biz belgilab olganmiz. Demak, qo'yishimiz kerak. Y taqsimda a plus 2 birinchi martasiga 2 ga teng, mana bu bitta yechim. Bundan y taqsimda a barobar 0 bo'ladi. Demak, y bundan 0 ga teng bo'ladi. Chunki a oddiy sonda. Endi ikkinchi safar bitta yechim. Endi y taqsimda a plus 2 teng minus 1 plus minus ildiz osti 5 taqsimda 2, yo'q 4. 4 ga teng bo'ladi. Yaxshi, 2 ni ayirib qo'yib o'tkazib olamiz. Y taqsimda a barobar bu 9, evet, minus 2 minus 8. Minus 9 plus minus ildiz osti 5 taqsimda 4 ga teng bo'ladi. Ana endi a ni ko'paytirib qo'yamiz. Y teng minus 9 plus minus ildiz osti 5 taqsimda 4 ko'paygan a ga teng bo'ladi. Demak, bizda 3 ta javob chiqdi. 0 minus 9 plus minus ildiz osti 5 taqsimda 4 a. Demak do'stlar, videomiz tugagani yo'q. Davom etamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Do'stlar, bizda 3-misol mana shu misol berilgan. Buni mahrajini irratsionallikdan qutqarishimiz kerak. Demak, mahrajda 3 ta ifoda bo'lgani uchun ixtiyoriy ikkitasini guruhlab olishimiz kerak. Demak, keling biz quyidagicha guruhlab olaylik. Suratni, demak, suratga hozircha
farqi yo'q, teginmay turamiz. Bu yoqda demak 2 plus ildiz 2 minus ildiz 3 deb belgilayapmiz. Mana shuni belgiladik. Endi biz bilamiz, mahrajni irratsionallikdan qutqarish uchun mana shu ifodani o'rtasida minusligiga, ya'ni teskarisiga ko'paytirishimiz kerak. Bu demak bizda bo'ladi 2 minus qavs ichida ildiz 2 minus ildiz 3 ga teng bo'ladi. Shunaqa. Xuddi shu narsa suratga ham ko'payadi, faqat suratga qavs ko'paytirib olaveramiz. Demak, ildiz 2 plus ildiz 3. Yaxshi. Endi e'tibor bering, suratda mana bu ikki narsa bitta guruhlandi. Ya'ni 2 minus ildiz 2 ni kvadrati minus ildiz 3 ni kvadrati bo'ldi. Xo'p, pastda 2 ni kvadrati 4 minusdan buni kvadrati demak 5 minus 2 ildiz 6. Xo'p, tepani hisoblaydigan bo'lsak 4 minus 4 ildiz 2 plus 2 minus 3. Pastda 4 minus 5 plus 2 ildiz 6. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak 6 bo'lsa 3 minus 4 ildiz 2 bo'ladi. Pastda xo'p 2 ildiz 6 minus 1. Endi buni ham yana teskari ishorasiga ko'paytiramiz. Mana plus 1 ga. 2 ildiz 6 minus 1. Xo'p. Demak, suratni ko'paytirmaymiz. Surat bizga kerak emas. Shuning uchun shu holatda qolaversin. Mana plus 2 ildiz 6 plus 1. Pastda bu 24, birda ayiramiz 23 ga teng bo'ladi ekan. Demak do'stlar, buguncha shu videolarimizni oxirigacha ko'rib, like bosib, komment yozib, abituriyent tanishlaringizga sertifikat olishni mo'ljal qilgan tanishlaringizga yuboring. Biz siz uchun harakatdamiz. Hali yana ko'rishamiz.